Men Hindistonda yashaganim uchun odamlar eng ko'p nima deb o'ylashgan bilasizlarmi? Xuddi mana shu rasmdagi kabi ovqatlanadi deb o'ylashgan. Xullas bunaqa ongi past negativlarga e'tibor bermaymiz. Bugun mavzu boshqa narsa. Ya'ni men bugun o'zimni sizlarga tanishtirmoqchiman. Mani ismim Asadbek va yoshim 20 da. O'zbekiston Toshkent shahrida tug'ilib o'sganman va hozirda Hindistonning Pune universitetida 3-kurs bitiruvchi talabasiman. Va menga eng ko'p beriladigan savol, nimaga aynan Hindistonni tanlaganman? Agar javobi qiziq bo'lsa, eshitinglar. Xullas 2023-yilda men maktab bitirgan paytimda chet elda o'qishni juda ham xohlaganman va Hindiston varianti tasodifan kelib qolgan. Va u yerda 100% scholarship, ya'ni grant dasturlari mavjudligini bilganman va Allohga tavakkal qilib harakatni boshlaganmiz. Va qarabsizlarki 100% scholarship yutib olganman va o'shandan keyin ham meni ichimda bir narsa aylanardi. Hindistonga boraman va Hindiston hayotini ko'rsatgan birinchi bloger bo'laman dedim. Va Hindistonga kelgan kunimdan boshlab men shu Hindiston hayoti haqida vloging olishni boshlaganman. Boshidan beri oson bo'lmadi. Yaqingacha deyarli podpischigim bo'lmagan, ya'ni obunachilarim kelmagan menga, lekin harakatdan to'xtamasdan mana Allohga shukr deymiz, hozir 26 mingdan oshiq podpischga egaman va o'ylaymanki, men o'z maqsadlarimga 2 karra erishyapman. Ya'ni Hindiston hayotini men sizlarga ko'rsatyapman va shu bilan birgalikda odamlarning Hindistonga bo'lgan fikrlarini o'zgartiryapman. Albatta yaxshi tarafga, agar sizlar ham bunga guvoh bo'lmoqchi bo'lsanglar, mening sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar. Hali bundan ham zo'r kontentlarni sizlar bilan ulashaman.